Miyangiz siz o'ylagandek emas. Ko'pchilik uni kompyuterga o'xshatadi. Lekin u bundan ancha noodatiy va ancha kuchli. Bosh suyagingiz ichida tirik bir tizim bor. Har bir soniyada 100 trilliondan ortiq signallarni uzatadi va buni hech qachon ruxsat so'ramasdan bajaradi. Eng muhimi shundaki, buni deyarli hech kim aytmaydi. Miyangiz haqiqatni ko'rmaydi. U uni yaratadi. U uni bo'lakma-bo'lak, lahzama-lahza amalga oshiradi. Tartibsizlikda siz tushuna oladigan manzaraga aylantirib beradi. Agar biror sezgi uzilsa, miya atrofidagi dunyo qayta shakllanadi. Agar biror xotira yo'qolsa, uni ongni saqlab qolish uchun yetishmayotgan joylarni o'zi to'ldiradi. U xavfni siz qo'rquvni sezmasligingizdan oldin taniydi. U yurak og'rig'ini siz og'riqni his qilishingizdan oldin biladi. U siz keyinroq anglaydigan ogohlantirishlarni yuboradi. Siz hayotingizda sevgan har bir inson miyangizda neyron yo'llari ichida saqlanadi. Siz ko'mib qo'ygan har bir jarohat yashirin eshiklar ortida yopiq holda turadi. Har bir xotira yozib qo'yilgan nusxa emas, u qayta quriladigan jarayondir. Uni har safar eskilaganingizda u biroz boshqacharoq bo'ladi. Miya siz uxlayotganingizda ham o'rganishda davom etadi. Siz tush ko'rayotganingizda ham u tiklanadi. U sizni ko'tarish qiyin bo'lgan haqiqatlardan himoya qiladi. U sizni hayotingizda har bir lahzada birga o'tkazadi. Nishonlangan kunlarda ham, hech kimga aytilmagan kunlarda ham, tirik qolish shart emasdek tuyulgan kunlarda ham u sizni tirik saqlab qoladi. Miyangiz shunchaki tirik emas. U moslashadi, rivojlanadi. U sizni o'zingiz ochishingizdan oldin ham kelajagingizni shakllantiradi. Har bir qo'rquvda, har bir shubhada, har bir burilishda u sizni shu yerda hayotda saqlab qolish uchun kurashishdan to'xtamaydi. Chunki u miyangiz mashina emas, u sizning o'zingiz.